Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning deyarli barcha jabhalariga kirib bormoqda. Ayniqsa, geografik axborot tizimlari qishloq xo'jaligi va transportgacha bo'lgan ko'plab yo'nalishlarda muhim vositaga aylanmoqda. Shu mavzuga bag'ishlangan GISCA 2026 xalqaro konferensiyasi O'zbekiston Milliy universitetida dunyoning turli davlatlaridan kelgan olim va mutaxassislarni bir maydonga jamladi. Bu kabi ilovalar biron bir manzilga borishimizda tirband bo'lmagan yo'llardan bizni olib boradi yoki bo'lmasam ertaga ob-havo qandaygligini bilmoqchi bo'lsak ham buning ham yechimi bor. Yana bir misol, biron bir narsani buyurtma qildik, uni uyimizgacha kelishi bizni xavotirga solmaydi. Bu jarayonlar oddiy ko'rinishi mumkin, lekin buning ortida mukammal tizim turibdi, ya'ni GIS. Geografik axborot tizimi. Mamlakatda GIS, gidroinformatikaning rivojlanishi bo'yicha bir misol keltirsam. Men ko'p yillardan buyon O'zbekiston bilan ta'lim sohasida hamkorlikda ishlayman va bitiruvchilarning darajalarini kuzatib borar ekanman. Atrofda juda ko'p ajoyib mutaxassislar borligini ko'raman. Ular nafaqat mamlakatda, balki Yevropa va dunyo miqyosidagi muassasalarda ishlash tajribasiga ega. Prezidentingizning tashabbusi va ishonchi bilan borgan sari ular bu tajribani mamlakatga qaytarib olib kelishmoqda. Yurtingizdagi raqamlashtirish tashabbuslari qanday rivojlanayotganini ko'rib hayratdaman va yer boshqaruvi, kadastr, aholini ro'yxatga olish, atrof muhitni boshqarish kabi bir qancha sohalarda O'zbekiston mintaqada yetakchi o'rinni egallamoqda va ko'plab boshqa mamlakatlar uchun namuna bo'lib bormoqda. Konferensiyada sun'iy yo'ldosh texnologiyalari orqali qishloq xo'jaligi, urbanizatsiya va tabiiy ofatlarni oldindan monitoring qilish kabi muhim masalalar yuzasidan ekspertlar o'z taqdimotlari bilan chiqishdi. Shuningdek, mutaxassislar sun'iy intellekt ma'lumotlar to'plashni odam aralashuvisiz bajarishini, tahlillarni xatosiz bajarishini va samaradorlikni oshirishini jonli slaydlarda namoyish etishdi. Bugunda barliq ilmlarda, barliq texnologiyalarda biz sanariptik. Bugungi kunda barcha fanlarda, barcha texnologiyalarda biz raqamli yer degan tushunchani qo'llayapmiz. Va ta'kidlashim kerakki, o'zbekistonlik olimlar, professorlar ushbu geoinformatika sohasida old saflarda bormoqda. Sababi O'zbekistonda ushbu ilmiy texnologiyalar, IT sohasi juda tez rivojlanmoqda. Bu davlat siyosati darajasida ko'rib chiqilayotgan esa alohida e'tirofga molik. Yurtingizda yaratilgan IT mahsulotlari nafaqat butun Markaziy Osiyo, balki endi jahon darajasida tan olinmoqda. Shu bilan birga O'zbekistonning atrof muhitini muhofaza qilish, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hamda qishloq xo'jaligi o'simliklarini himoya qilish, suv muammolarini o'rganish borasida juda katta tajribaga ega. Shularni biz o'rgansak bo'ladi. Ushbu konferensiyada nafaqat Markaziy Osiyo, balki boshqa mamlakatlarning ham geoinformatika texnologiyalari, kosmosdan kuzatuv texnologiyalari bilan shug'ullanadigan mutaxassislar yig'ilib, bir-birimizning qilgan ishlarimiz bilan tanishib, tajriba almashishimiz. Mana shu asosiy maqsad. Geografik axborot tizimining takomillashuvi mintaqaga nima uchun kerak? Suv tanqisligi, iqlim o'zgarishi, cho'llanish, ekologik muammolar, yuqori temdagi urbanizatsiya kabi masalalar rivojlanayotgan Markaziy Osiyoda mavjud. GIS texnologiyalari esa ularni aniq ma'lumotlar asosida boshqarish imkonini beradi. Ushbu konferensiya geoinformatika, GIS, masofadan zondlash va raqamli kartografiya yo'nalishidagi dolzarb ilmiy masalalarga bag'ishlangan. Bizning o'sha asosiy maqsadimiz yosh tadqiqotchilarni xalqaro ilmiy maydonga olib chiqish va Markaziy Osiyoda GIS sohasini hamkorligini yanada rivojlantirishdan iborat. Faqat ma'ruza bilan cheklanib qolmasdan, anjuman doirasida tashkil etilgan maxsus ko'rgazmada turli mahalliy va xalqaro kompaniyalar o'zlarining eng so'nggi GIS texnologiyalari, dronlar va dasturiy ta'minotlarni namoyish etishdi. Ushbu muhit yosh tadqiqotchilar uchun o'z g'oyalarini bo'lishibgina qolmay, ularni real loyihalarga aylantirish uchun ajoyib maydon bo'lib xizmat qildi. Our research really focuses on the land governance, especially in the border regions. Bizning tadqiqotimiz asosan yer boshqaruviga, ayniqsa chegara hududlariga qaratilgan. Bunda biz yer qoplamidagi o'zgarishlarni, shuningdek, tungi yorug'lik ma'lumotlari orqali aniqlaydigan inson kapitalining to'planishini o'rganish uchun GIS texnologiyalaridan foydalanamiz. Bu yerga birinchi marta kelishim. Aytishim kerakki, bu ajoyib shahar va o'rganadigan narsalar juda ko'p. O'zbek talabalari bilan yangi loyihalar ustida kelgusida ishlashda bugungi tadbir networking uchun muhim maydon bo'lib xizmat qiladi. Ekspertlar ta'kidlaganidek, bugun GIS texnologiyalari mamlakatlar uchun rejalashtirishda muhim vositaga aylanmoqda. Bu yilgi GISCA anjumani Markaziy Osiyoda raqamli geografiya, ekologiya va sun'iy intellekt asosidagi boshqaruv tizimlarini rivojlantirishga xizmat qiladigan muhim xalqaro platformaga aylandi.